miqdorda muomala qilib o'rganmagan uchun. Ana Hmm. o'qigan ballar bilan bo'lgan aloqadima to'lg'an ballar turkish gap qiladi. O'zi turkishni yaxshi bilmaydi. Ayda qilib ballama deguncha shu Uyg'ur tilini o'rgangan, bilgan sapaliq mana o'zining milliy g'ururi va ota-onani ko'magachga oldichi. Hmm. Axir uma ikkinchi bir millat altida o'zini his qilib, shuning Hmm. bilan avtomatik osmonasi bo'lib ketadigan, bir Uyg'urni ko'rsa, Uyg'urcha gap qilishni xohlamaydigan, yoki bo'lmasa u Uyg'ur o bola Uyg'urcha gap qilsa darhol voy sen tuzuk bino gap qilolmaydi ekansan deb og'izga tovoqlaydigan Hmm. bir ishlar mavjudchu. Hmm. Shunga diniy tuspirib buninggacha undan keyin bunaqa Allohning tili arabcha yoki jannatning tili arabcha deb arabni ko'rsa ta'zim qilgan, arabni ko'rsa qattiq shu tili nimadan sholiq oqib quyruqlarini shiplab binas qilib ketadigan manda bir inson oldi kelib qoladichu. Bu Evet. Uyg'urlardan emas, turklardan bor, boshqa millatlardan bor hozircha. Şu O'rta Osiyodan asta shu taraflar yuzlanyapti hozircha. Hmm. Buning asosiy nimasi nima desa shu Qur'on sirtidagi vahiy deb Hmm. e'tiqod qilayotgan, bizga yuttirayotgan parallel bir din tüpeylidan bulayotganchu. Elbette. Shunga da bu bek muhim hamdichu. Elbette. Sizlar degan ko'rsatgan nimalar uchun. Buningga diqqat qilmasak biz o avtomatik osmonasiya bo'lib yo'qolib ketamiz hamdichu bundan keyin. Doğru. Biz o'zi burun tatmış programni başlagan tat hozir deb ko'ryapmiz. Biz boshqa millatdan qilib qoldigan hech qanday yerimiz yo'q. Yana boshqa millatni biz ustunmi demaymiz, ham tövenmi emas yani. Yani boshqa millat qanday bo'lsa, ular bir inson, bizim bir o'xshashli inson. Bizning ularni qilib qolgidek yoki yuqori ko'gidek bir yerimiz yo'q. O'xshashli bir inson deb tuni saqla. O vaqt nima bo'ladi desa, Arab kelgan chaqdim, Arab degan kim o? Bizga o'xshashli bir inson. Onun tili Arabcha xolos degandekilla u ish hammasi o'tirib chiqadi. Shu vaqtda uni alohida o'zi bilib ketmagandan keyin u bu odam arabcha so'zlasimi, uning o'zini olim deb hisoblamaydigan. Olim bo'lsa olim deymiz zaten. Arabcha bilib turib bir cho'ng bir olim bo'lsa olim deymiz. Ikki so'z arabchani bilib olgan yoki Qur'onni yodlab olgan odamning o'zi olim deydigan bir ishlar bizda mavjud. Qur'onni butunlay yodlab olgan, ammo hech nima bilmaydi. Dindan hech nima bilmaydigan qarqosoq qariylar Aşının özünü çoğun bir bilip geldi. Alimde kapı olup tek ola. Ölüma deyiş gerek onun özüne. Bundak bir nesle mevcut da. Şunun için bu yerdeki nesle bu diye vakıda biz özü başka milletle hakaretleşemez bu yerde. Özümüzünü bilişimiz lazım. Özümüzdeki neslerindeki kıymetini bilişimiz lazım. Onu özümüzdeki neslindeki kadir kıymetine özü yetişimiz lazım. Bu oңай kelgan narsa emas. Bizning tilimiz nihoyat o'zi boy bir til, boy degan o'xshash har qanday bir millatniki kitoblarini yoki bo'lmaydi kinolarini tarjima qilsa, ashunga yetib eshib keladi bizniki. Shu tarjima qilgan, shu tarjimonlar so'zlaydigan bo'lsa, endi hayron qilib shundaqni. Bizning uydami davomli qodir yangidan tarjima qilayotgan shu Yaponiyaniki, shu Yevropaning, Hindistonniki kinolarini alqi az-azdan ayda tərcüm qılıb qoyub qoyğan nimələr var ki, TikTokda. Aşını görüb hayran qılıq da, şunda gözəl tərcüm qılıq hamdı. Demək bizim tilimiz həmmə yetidiga degan gap. Yetgandikin bu yerdagi narsani nima bo'lsa, biz uni yetmaydi qilib ko'rsatish yoki bolalarimizni to'liq o'rgatmasdan undan keyin o'z bolalarim Uyg'urcha bilmaydi deyishning o'zi u bolalarning xatoligi emas, bizning xatoligimiz. Balaga ta'til vaqtida bir atal Uyg'urcha romanni, Uyg'urcha tilni o'rganib qandan keyin o'qishni o'rgangandan keyin bir atal Uyg'urcha romanning o'zini o'qib chiqaman desak, u bolalar bir qatim, ikki qatim o'qib chiqqandan keyin nurg'un narsani bildi. Nimada o'zi ta'tilda misol bir yarim oy ta'til bo'lgandan keyin bir ikki tal kinoning o'zini, Uyg'urcha kinoning o'zini, qiziq kinodan beni qo'yib bergan bo'lsak, bolalar shu yerda Uyg'urcha so'zlaydi. Demek bu yerde bizge nurgulluğun alaylık var. Hem bizge tosalgıvatkan nesi neymi? Bizniki tilimizge monopol tilimizni kontrol kılagan, monopol kılagan nesi neymi o? Dige vakıda. Yani şu
o'zi an'anaviy din. Men necha qatim o'sha programma dedik shu birodarlar bilan misolda Turkiyada 100 ming atrofida Uyg'ur bor deb anlaymiz misolda. Turkiyaning haqiqiy yerlarida 100 mingdek Uyg'ur bor o'xshaydi rost. 100 mingdek Uyg'ur bor yerning o'zida bir tal o'zi bir televizor kanali. Hech bo'lmasa internetda bir narsa etib, o'shaning o'zida Uyg'urning kinosini, naqshi musiqalarini qo'ydigan bir narsa yo'q. U naqshi musiqani qo'ygandan keyinla u bir qism molla chiqib ashada haram, ma haram deydi, tilini chaynab. U nimaning haram ekanligini bilmaydi. Bu insonlarga nima ishga yo'l berdi desamni zodi shu ba'zi vaqtda shundoq g'azablanib ketaman-da. Uyg'urcha naqshiyasi haram, arabcha naqshiyasi u halol misolda. Bu qandoq bir mantiq endi. Shuning uchun bundaq o'z 100 ming Uyg'ur emas, 1000 Uyg'ur boyadimi? Amalli bo'lsa, shundaq naqshi musiqa deymiz, o'zimizning go'zal shundaq madaniyatimiz bor bizniki. Naqshi musiqa, kino, shundaq o'zi Uyg'urcha ishlangan kinolar yoki bo'lmaydi Uyg'urcha tarjima qilingan kinolar, shundaq narsalarning o'zini bolalarga ko'rsatish lozim. Ko'rsatgandan keyin u vaqtda Uyg'ur tiliniki qanchalik o'zi go'zal til ekanligini, u ifodalashda qanday go'zal ifodalay olganligining o'zini bila oladi. Undaq bo'lmasa desa, u bola nimani bildi oxirda? U yerda molla kesh haram deb nimaga to'yga olsaqmi, nazirga olganda qaytib kelamiz Turkiyada. Tamog'idan bir yo'qolgan bir narsani qo'ydi oldimizga, yeymiz bir tal suv bilan. Shuning bilan orliqqa o'tirg'a 3-4 molla chiqib oladi. Kechcha o'z rivoyat so'zlarni shu yerda qani zeriktirib oladi. Ey, u degan to'y. To'yning o'zida bor, nimada bor, mishkatning nimasida. To'y bo'lgandan keyin ataynakum fahayyana va hayyakum deganda naqshini aytib, daqdumbaxni urib, mandaq o'z to'yini mandaq o'tkazing degan rivoyat bor. Nima deb biz o'zimizniki madaniyatini, o'zimizniki masalan, o'zi to'yni qandaq o'tkazish nimalarning o'zini qila olmaymiz. Buning hammasiniki beshiq chiqib olgan insonlar kim o desa, mollalar. Ya'ni shu bir qism nihoyat yaxshi mollalar bor. O milliy madaniyatimizga hurmat qiladigan, uni tushunadigan, lekin ashundaq o'zi nihoyat xurafiy, radikal ashundaq mollalar bor. Bular desa millatning beshiga nihoyat ig'ir balovuluqliq, millatimizdagi madaniyatiga bo'lgan o'zi ko'z qarashini sutlashtirib aytliq. Masalan, Turkiyada bolalar kesh turkcha naqsh anlaydi. Nima uchun turkcha naqsh anlaydi? Uyg'urcha naqshni anglab qo'ymagandan keyin turkcha naqsh anlaydigan gap. Sen u yerda o'zingning naqshini anglab qo'ysa. Bu vaqtda u Uyg'urcha naqshini, Uyg'urcha o'zimizning madaniyatini tunishtirgan bundaq bir narsani qilmay, uni yo'l qo'ymiz desa, yo'l qo'ymagandan keyin uni tutgan yo'li Xitoy yo'li o'xshash. Uyg'urcha so'zlagan Xitoy deymiz buni. Yani aramizdagi o'zi Xitoy o'zi Uyg'ur nima, aramizdagi Uyg'ur nima Xitoy bo'lib ketgan Uyg'ur mana shu aytgan vaqtda yoki Xitoy Uyg'urcha so'zlagan Xitoy, ya'ni degan ma'no chiqadi. Sen nima deb o'zimizniki til, urf-odat, madaniyatimizga o'zi ahamiyat berishga ko'ngil bo'lmaydi masalan bu odamlar. Necha qatim dedik buning o'zini. Masalan, hozir Qirg'izistonning o'zida shu Uyg'ur musiqasining o'zini chasi haram, musiqa chelish haram deb shu saqalliqning o'zi o'sha yerda o'zi to'y-to'ykum bo'lsa, musiqa chalsang bo'lmaydi deb ashundaq o'zi alam qilyapti ekan. Bu nima demak endi bu? Şu adam dinni bilgen bo'lamdi shu vaqtda. Acaba Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam Mekke'nin Medine'ye bo'lgan vaqtda Eşrekal bedru aleyna min seniyatil vedai vecebe şükru aleyna min liqaillahi da'i degan naqshini aytib, ya Rasul salam aleyke, ya Nebi salam aleyke degan naqshini aytib turib, o'sha daflini chilib, Peygamber Aleyhisselam kutib olganlik hammadan biladi buni. Şu yerda şu Arablar o'zining depini chep turib, o'z madaniyatini nim qilib turib, ay naqshini aytib Peygamber Aleyhisselam kutib olgan. Peygamber Aleyhisselam juma og'zini chamma adabning o'zini haram o demagan shu vaqtning o'zida. Uni yomon narsaga chas haram bo'ldi. Fohisha, yomon narsalarga targ'ib qilgan bundaq narsaga chasi yomon bo'ldi. Ammo bizning shunday go'zal naqshlarimiz bor. Shunday naqshlarni aytib turib, shuni dab, dutta, tamburni chep turib, usulini o'ynab qilsa, nemiz yomon bo'ldi misol. Bu o'zi naqshi musiqani cheklashning o'zimi tilniki bir qismini cheklaganlik.
O nakşi muziki deganning o'zi, nakşi deganni, she'r deganni, nihoyat o'zi so'zniki javharlarini o'tirib chiqargan narsa. Fasohatli so'zlarni o'zi o'tirib chiqargan narsa. Unda bo'lgandan keyin uni cheklaganlik nihoyat o'zi eg'ir bir o'zi millatniki bir tilniki ya'ni nihoyat muhim bir qismini cheklaganlik bo'lib hisoblandi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, har xil sabablar bilan gunoh bo'ldi, savob bo'ldi va hokazo degan narsalar bilan millatning tilini monopol qilib olish u bir jinoyat, u bir xiyonat bo'lib hisoblandi. Buningga misol Qozog'istonda qanchalik bilmaymiz, Qozog'istonda aynib ketdi deb anladik. Lekin bu molla u dinni bilish kerak birinchi. Tarixni o'qish kerak, payg'ambarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarning zamonasida ashun chaqan bo'lsa, demakki o'zi yomon narsaga chelmay, to'g'ri narsaga dutta tamburini chelib, shu yer naqshini eshitib bo'ladi-ku deganning o'zini bilish lozim o'sha insonlar. Benim de biz Mısır'da o'qigan, Polonyada o'qigan, Ispaniyada o'qigan deydi. U qoida emas, bilishing kerak uni o'zini. O'tganda aşı gapni qilibdi, shu bir Qirg'izistondagi bir qarindishimiz. Hozir mushu saqalliqlar, mushu to'y to'kun, mushu sunnat to'y deymiz va kaza deymiz, ashundoq nurg'ilgan bo'shlik to'y deymiz. Bir millatning xo'shal bo'lgan kunim bo'ladi-ku. Kichkina bir hamda bir to'y qilgan vaqtida bir xo'shal qo'ran bir to'yda usullarni o'ynab bir naqshini chelib, naqshini aytib, dutta tamburini chelib qilgan bir kichkina bundaq bir xo'shalligim bo'ldi. Davomli biz motamda o'tamizmi biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun? Bundaq odamlarga yo'l qo'ymaslik kerak millat. Nima deb yo'l qo'ydi buni? Aşı deganligi hisobma, ikki og'iz arabchani o'qib qo'ysalar, shuni bilan o'zi u yerda mo'shin degan gap to'g'ri deb, lekin u yerda gunoh bo'ldi degan ekan. Ashuni gunoh bo'lsa, unda gunohning o'zida ishlayverish kerak unda gunohni. Agar bizning millatimizga, milliy kimligimizga, milliy ruhimizga, tilimizga o'zi besim ishlatadigan, uni cheklaydigan holatda narsa bo'lsa, gunoh bo'ldi desa, unda gunohning keragi yo'q bizga. Shuning uchun bu yerda gunoh qanday narsani qilsa gunoh bo'ladi, buni bilish lozim. Bu mo'lning o'zi. Ya'ni biz shu naqshi muzika degan mavzuda biz so'zildik, shuni o'zini yomon mazmundagi narsalarga chalsa gunoh bo'ladi. Bir og'iz gap bilan aytgan vaqtida. Masalan, o'zi shunday yaxshi ittifoqqa, millatni qutqizishga, masalan, ilmga, ota-onaga yaxshilik qilishga, bir-birisiga yaxshilik qilishga, shunday bo'lgan o'zi millatni qutqizishga bo'lgan nurg'ulgan isil shunday go'zal naqshlarimiz bor. Shunday naqshlarni aytib, shu yer usulini o'ynab, qilsa buning nemisi yomon bo'ldi. Shuning uchun bu yerda tilga kelgan vaqtida tilni har xil sabablar bilan gunoh bo'ldi, savob bo'ldi degan narsalar bilan uning o'zini pardozlab, o tilni monopol qilib olishga millat bo'lish sifati bilan yo'l qo'ymaslik lozim. Ma yaqinda bir ishlayotgan yerda Qozog'istonlik bir akamiz bo'lardi. 5-6 ay bo'ldi gapni anlaganım uchun. O'shanda vlog qildigan YouTube'da, TikTok'da shunda chiqadigan danglik influencerlar deb bor. O'shalardan birisi ham chechi boshda qashunda yuradigan qiz bola ekan top. Bu oxiri bu islom diniga kirib, shuning bilan chachlarini yapadigan bundaq arabcha kiyinibchi bundaqchi. Yoki için yefti deyilib. Tamamen Araplarning yusunda shunda qop-qora kiyimlarni kiyib aşı derecede nıqib ketibdi da bucha. Endi qo'shtirnoqchida qattiq taqvo olib ketibdi. Bunga 1 million mukofot berganligimda qildi. 1 million masalan qozoq tangisi desin biz 2 ming dollardek nima ekanda. Buni shu Facebook'larda boshqa yerda yaygan gapda, men musulmon bo'lgandan keyin men 1 million mukofot qilishdi, u bu debchi. Endi sen musulmon bo'lsang, cho'qim bir arabning kiyimini kiyib olishing shart emas qo'ydi uchun. Albatta. Bu mushu xil ishlar hozir shu pompa qilinib, pullar aşağıya yotqizilib, arablarning ta'siri kuchayapti ham uchun. Shu an'anaviy dinni to'xtamay tashviq qiladigan din savdogarlari o'rtaga chiqib hozircha xalq kallasini qaymoqtiryapti hozircha. Albatta. Iyadagi qarindoshlar qattiq diqqat qilish kerak ekan uchun. Bo'lmasa ish chatoq.
Arapning odatini biz ibodat deb bilib oldigan bunda ishlatadikda. To'g'ri. Odatni ibodat, din qatori hisoblab, andiki ashni qilsak He. savob bo'ldi. Bu qanday gap endi? Ota bobamiz misol bir qora kiyim meni opam hech bir zaman qora kiyim kiyganligini bilmayman. Nima uchun kiyimiz biz o Arapning kiyimini? O o'zi kiyiversin onun o'zini. O hech qanday o'ziga bo'laverdi. Masalan, tungallar bir koptu kiydi, ishtonni kiydi. Masalan, koptuning o'zini bir yampichini boshqaday qilib kiyib lekin ishtonni kiydi, tunganning xotinlari. Ondan keyin o'zi lechakni chigidi ketaverdi. Uni ham ash kiyimni kiyding deb kim kofir deya oladi? O'ziniki milliy kiyimi ash shu. Unda qo'yganlik ashni kiyib, yopadigan yerlarni ashni olib yeb qilsa, bo'ldi u musulmondachilikning o'zini islomning kiyim kiyish sohasidagi farzini ado qilgan bo'ldi. Bizcha desa, biz kelgancha Arabning, Farisning, Turkning kiyimini kiyish bizga farz emas. Bizning o'zimizning shunday go'zal kiyimlarimiz bor. Ash kiyimlarimiz bilan biz Alloh taolo yap degan yerni yapdikmi? Bo'ldi, farzini ado qildik degan gap. Biz o'zimizniki o'zi Arab musulmon emas, Uyg'ur musulmoni bo'lish o'zi bizga eng to'g'risi shu. U yerda bir islomga kirgandikinlar darhol Arab bo'lish, Arab bo'lgan vaqtda Arabning kiyimini ichiga kirgan vaqtda islomning ichiga kirganlik bo'lib chiqmaydi u yerda. Şuna her millet öz tilida so'zlash, öz kiyimini kiyish bu eng odillik, hem o'zi aql mantiqqa uyg'un, hem haqli bir narsa. Ammo bir millet bir narsa kirgandikin uninkini kiyib olishning o'zi u millatga xiyonat qilganlik, madaniyatga xiyonat qilganlik deb hisoblanadi. Yeni birisiga islom dini deydi, islom dinini şu Araplardan boshlangan deb mana tushunib oldigan bir ish bor-da. Ondan keyin shu dinni o'rganish uchun mesela Qur'onni eng oxirgi kitob, eng oxirgi nabiy kelgan kitob shuga uchun. Qur'onni tushunish uchun shu arab tilini bilmasak bo'lmaydi. Tamam da hamma odamning cho'qim arab tilini o'rganish bir majburiyati bormi agar islom Qur'onni tushunish uchun shu. Bu Qur'ondagi hukmlarga amal qilib yaxshi bir mo'min bo'lib yashash uchun. Albatta, endi bu yerda Arabchani yaxshi bildigan odamlar Qur'onni yaxshi tarjima qilsa, to'g'ri holatda tarjima qilsa bo'ldi. Ay tarjimasini o'qib qilsa bo'laverdi. Buni hamma odam Arabcha bilish o shart emas. Chunki u zaten hamma odam Arabcha so'zlasa, u vaqtda u Uyg'ur tugab Arab bo'lib ketadi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, diniy olimlarmi qattiq diqqat qilish kerak. Qur'oni Karimni ya'ni Arab tarjima qilgan vaqtda nihoyat yaxshi tarjima qilish lozim, to'g'ri usulda tarjima qilish lozim. Millat islomni o'rganish kelsa, shu tarjima qilingan narsani o'rgansa bo'laverdi. İllaki u yerda Arabcha o'qib, uningdagi Arabcha so'zlab turib so'zlasa, u vaqtda musulmon bo'ldigan. Bo'lmasa Arabcha bilmasa, u musulmon bo'lamaydigan bundaq bir ishlar aslo mavjud emas. Shuning uchun bu yerda savob bo'ladi, falon til o'zi diniy til, Allohning tili, jannat tili degandek o'zi quruq gaplar, quruq hikoyalar bilan bu o'z millatimizniki yani öz tilimizning o'zini, milliy tilimizni, milliy kimligimizni namoyon qiladigan go'zal tilimizning o'zini bu yerda yo'qotib qo'yish, buni suslashtirish, buni o'zi ikkinchi, uchinchi o'zi darajaga tushirib qo'yish, bu nihoyatda nima tilimiz qilingan bir haqorat, ajdodlarimizniki merosi qilingan bir xiyonat deb hisoblanadi. Alloh taoloning oyatiga, oyat debdi buni Alloh taolo. O'zining bor va birlik qilingan birligiga qarta bir delil debdi. Aş delil qarta Alloh taoloning delilini o'zi ko'zga ilmaganlik deb hisoblanadi. Bir savol so'rasam bo'ladimi yine bir? Bo'ldi. Ja so'rab ketdim. Bugun biraz muhim bir tema bu şu. Mesela Sure İbrahim'in 4. ayetida ve ma ersalna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum ayetin aksi feyuzillillahu men yaşa ve yehdi men yaşa ve huvel azizul hakim debdi. Bunun ama 4 tane tercümesi varken bir yerde. Mesela ben Enes alimdekini okuyayım. Biz her elçini
öz qavmiga bayon qilishi uchun öz qavmining tili bilan elchilikni yetkazadigan qilib avatdi. Andin Allah xohlagan kishini ozdirdi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Allah azizdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Mayadiki endi ezib ketish yoki hidoyat tepishning asosliq sababi nima ekan desa, o'zining tilida shundaqmi? Hı. Elchining kelgan narsasini o'zining tilida o'rganmagan vaqtida yoki shu islom dini yoki Qur'oni Karim shu millatning, shu qavmning o'zining tilida tushuntirilmagan vaqtda qanday bo'ldi ekanmiz, shu chaq ezib ketdi ekanmiz-da. Bunda tushundim, to'g'rimi bu tushunishim? To'g'ri. Chunki o'z tilda uni tushunmagandan keyin boshqa millatning tilida u butun avom xalqning hammasi boshqa millatning tilini bilmaydi-da. Bilmagandan keyin bu uning o'zini tushunmaydi degan gap. Masalan, biz kichik vaqtida benim apam shahodat kelimalari va hokazo shu alhamdu deymiz, sura Fatiha, uşaq so'rilma shu qul vallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq degandek Qur'onning oxirgi 10-15 suralarini hammasini shu apam yodag'izgan menga kichik vaqtimda. Ammo apam arabcha hech qanday narsa bilmaydi misol. Hech qanday o'z bir so'zni bilmaydi. Hem aşağıda bana dinni öğütüvatkan boldu da, hem öğretken boldu şu Kur'an'daki ahirki surelerini yada ağızışı arkalık. Ben o surelerini yada aldım. Lekin onu da hiç qanday narsa bilmeyim endi. Demek bu yerdeki narsa neymi ki diye vaqtida öz tilida bir narsa yazilish kerak. Yani alimlarniki, bizdeki alimlarniki en cahil tarafi neymi diye vaqtida bir yer keleyli. Bir mesele kelgan vaqtida bir-birimizni haqorat qilmay, ash masalani o'rtaq bir yerga kelib yashayli, hal qilayli. Kitobni ashundaq o'zi yozayli. Men Anas hojimga degan uning o'zini. Men bir o'z Qur'onni tarjima qilgan bir ishni chiqarmay, mush til tarjima qiliblar, mushuni o'zi ikkimiz birlikda o'tirib yaxshi bir ko'rib chiqayli. Balki men bir yerga ko'z qarashimni o'tirib qo'yaman, ashtaq qilish orqali bir tuluqlab onundakini chiqarayli. Desem onu aldırıp çıkarıvetti adam. O çıkarını Allah razı olsun. Lekin bu yerdeki narsa nima degan vaqtida yaxshi shu diniy soat yaxshi o'qigan insonlar bir yerga kelib Qur'onning o'zini keng doira qilib, keng doiralik ashunday o'zi tarjima qilsa, tafsir qilsa, andagi xalq sunsa, o xalq uning o'zini o'qib, din degan nima ekan, uning o'zini tushuna oladi. Hozirgi vaqtda masal nerede degan vaqtda şu alimlarda bo'ladi. Alimlarning o'zimi din nima tushunmaydi. Birinchi masala shu yerda, uning uchun bu yerda tarjima qilgan narsalarning o'zimi palpat shu bir narsani tushunga bo'lmaydi. Shunga bu yerdagi o'zining ham nima bo'lishidan qat'iy nazar, yana ash Qur'onning tarjimasini o'qisa, arabcha o'qiganda mingaza yaxshi, arabcha o'qisa zaten hech nima tushunmaydi, nol o tushunishi. Ammo uyg'urchasini o'qisa, har holda biraz olsun tushundu. Undaq bo'lgandan keyin shu uyg'urchani o'qib, shu Qur'onning yilga shu Ramazon vaqtida Qur'onni xatm qilgan odamlar bor, kunlik nachinam qilib shu 3-4 qatim o'qib chiqdim degan odamlar bor. 3-4 qatim Qur'onni o'qib chiqishga hojat yo'q. U bosh Qur'onning tarjimasini shu boshdan oxir qilib turib, shu zodi ko'ngil qo'yib turib, ana bir qatim o'qib chiqsa, nurg'unlagan diniy sohadagi ma'lumotlarga ega bo'la oladi. Shuning uchun qarindoshlarimizga deydiganimiz o'zimizning tilda bo'lgan narsalarga ahamiyat berish, o'zimizning tilga ahamiyat berish, avlodlarimizga o'zimizning tilni nihoyat yaxshi o'rgatish bu nihoyat muhim vazifa gardimizdagi. Agar uni qilolmasak, u vaqtda biz Uyg'urlik da'vosi qilishga hech qanday o'zi salohiyatimiz qolmaydi. Allah razı olsun. Ahmetciğim ben soramayı soğanlı. Senin sual o soranla. Başka yerden kelgen sualı bağmadır. Sonu.
Xasdır. Allah, Allah, Allah. Hı. Bu bu sualning o'zimi hamda xato bir sual bu-ku. He. Sual xato bo'lgandan keyin buniga asl javob berishmi o'zi to'g'ri bo'lmaydi aslida-chu. Misol, Arab oyatdan birisining o'zini tarjima qilgan vaqtida buning dalili, buning to'g'riliqi dalili nima yoki ash tarjimasi ekanligi dalili nima degan gapning o'zi, masalan, inglizcha men noyayman degan gapning o'zini uyg'urchaga shunday tarjima qilsak, buning dalili nima deganda hali bir gap hamda. U vaqtda bir ingliz qilib berib desa, bu mantiqsiz savol deydi. Hech qanday qoidaga tushmaydigan halqi nima deymiz buni o'zini? Ayndaq bir narsa deydi-da endi. Shu bu bundaq narsaning o'ziga halqi bu burun bo'lgan bundaq gaplar. Buning dalili nima? Hozirgi vaqtda Qur'onniki Allohniki so'zi ekanligi dalili nima deydigan gaplarmi o'tirib chiqyapti-chu. Umi o'tirib chiqyapti. U uning dalilimiz yo'q. Dalilimiz nima degan vaqtda faqat bir dalil Qur'onniki o'zi, ya'ni Qur'on bir to'g'ri bir narsani o'tirib qo'ya olganligi, Qur'onda bir insonlarga to'g'ri bir narsani ko'rsata olganligining o'zi bu Qur'onniki haq bir kitob ekanligi, Allohning so'zi ekanligi ashadni o'zi nima qildi. Bo'lmasa uningga hech qanday bir dalil boshqa biz mana guvoh Alloh taolo mushtaq qilgan vaqtida degan hech qanday narsa yo'q. Yana bir taraf nima desa, Qur'onga o'xshash bir kitobni insonlar keltira olmaganligining o'zi bir dalil endi. Mana aytgan vaqtida. Ayndaq bir dalillar bor. Bu yerdagi bu ma'lum Qur'ondagi oyatning tarjimasi ekanligi nima dalili bor degan gap endi bu faqatlalqi bir hech qanday qoidaga tushmagan bir savol. Buniga javob berishning o'zi bir nima endi. Javob berishga hojat yo'q bir narsa-da mana aytgan vaqtida. Asli muddao g'arzi haqni tepish bo'lsa, bundaq bu ko'chalarga kirmaydi, bunda shekilli kirmaydi. Asli bu yerda maqsadi nima desa, asli muddaosi. Sen buni dalillayolmagandek, shu ishonishga majbursan deydi-da. Mana Qur'on ishongandek, hadisga majda ishonishing kerak deydi. Asli masalan bir oltin desak, bu oltin otamdan, bobomdan miros qolgan oltinmi shu deb ko'rsatgan Bu odamlarga nonni ko'rsatsak, ma non desa bu non deydigan nima daliling bor deganda bir gap. Kichik bo'ldimi o'ta? Endi insonlar har xil bo'ldi. Endi masalan, sizlar ovoz yo'q, bizda ovoz anlatimiz yo'qmi? Endi Ovoz bor. Ovoz bor. Masalan, İbrahim alayhissalom bilan Musa alayhissalomning Allohdan so'rgan savollari bor. Odamlar o'ylasa kichik bolaning savoli-chu. Ya'ni kichik bola so'raydigan savollar. Uning qarab insoniyatning aqli ash kichik bolalikdan pishqan odamiylik davri qadar jarayoni o'xshaydi degan yakilda Payg'ambar alayhissalomning davri insoniyat aqlining balog'at davriga to'g'ri keldigan o'xshaydi deydi. Nimada ashuna his qildirdi. Shunga oxirgi kitob shu chaqda tushirilgan ekan debmi qoladi odam. Demak, shu o'rnida aql agar haqni tepish muddaosi bo'lsa, albatta unda qilib tegi chiqmaydigan savollarning orasidan buning bilan gap o'ynatib, haqdan qochadigan bunda yo'lga kirmaydi-da. Albatta. Bugungi tema munosabatli ham muhim bo'lgan bir masala, har qanday bir millat yoki bir inson o'zining asli ona tili bilan tafakkur qilgan vaqtida eng yaxshi tafakkur qila oladi ekan. Bu zaten ilmiy isbotlangan narsa. Bizning ulamolarimiz
Hozir qadar bizga din yetkazganlik nimasi bilan rahmat deymiz. İşte deb keldik ham. Xato bo'lsinmi, undaq bugun kelib xatoligini tushundik. Lekin mishada boshdan oyoq bir ko'rilayotgan xatolik nimada desa, bu kishilarning ko'pinchisi maktabda o'qimagan ekanda. O'zimizning ona tiliga pishiq emas ekan. Ashta bo'lganligi uchun ashi chala tili bilan tashqi dunyoga chiqib, anadagi boshqalarning tilini o'rgangan chog'da u ashi tilni tafakkur qilgan bosqich o'tib ketib qoldi ekan. Masalan, buning alomati nima desa, navada uning yanida o'tirib qolsak, u odam bir konferans qildik, yo bir yig'in zalda, yo bir muzokara qildik, dars qildik. U odam shu chog'da ishlatgan yiziq qaysi yiziq qarab baqsa bo'ldi. Aşağıda aşı ana tilde yazgan bolsa aşı yiziqlarını. O aşı ana tilde tefekkür qilgan kishi ekan desek bo'ldi. To'g'ri. Agar arabchada yoki inglizcha yoki boshqa narsa yozayotgan bo'lsa, uning tafakkuri shundan boshlangan bo'ldi-da. Uning ana tili bu. Aşağıdan bilindi ekan. Bu meni diqqatim chekkan bir masala. Endi demak, ana tilga xam bo'lganligi uchun boshqa tilni o'rganib kelib, ana tilimizga aqtaygan chog'da xuddi shaxti pishmagan qozonda pishmas degandek, onun aşışalı öğrengen narsa xam keldi ekan bizgacha. Elbette. Shu noktada biz qaytadan diqqat qilishimiz, o'zimizga bir qayta qarab boqishimiz kerak ekan. Barliq shu o'zi bilaman deydigan do'stlar qayta qarab boqishi lozim ekan. To'g'ri. Mening bu vaqtim shunchalik qo'shadiganim rahmat. Yeni bilse bizdeki acayipçe kurbanlıklarını beğenmek için İslam dinini öğrenmemiş, İslam dini boğması Uygur milleti saklanmaydı. Bu bizi saklavatkan şu din, bu dep hem senin şu din gönüme kılmadep. Ahire dinini kılmadep Arap tilini öğrenişinin üzerine en çok ibadet. O dinini öğrenip boğuca, Arap tilini öğrenip Kur'an'ın yeni kip boğuca nurgu yıllar gitti o. Hatta Kur'an bilenme. Bir adam Uygur tilida o'qib yüzücü tercümesini düşençi gibi kilenmeydigan ni alimlerimiz var da hem düşün. Elbette. Hazır gapni tushuntiriblamatimiz go Uygur tilida so'zlabmichu. Bu şu Arab tilini o'rganishning o'zi din o'rganishning o'zimi. Mana deb qarab nurg'un adam tutib ketdi, nurg'un qurbonliklar berildi-chu. Bunun qanday qaraymiz masalan? Ya, Arabda o'rganganlik, din o'rganganlik emas. Mesela Arap'ın hemmesi dini alim emas. Nima degan vaqtda Arap'ın hemmesi Arapçını biladi. Ama Arap'ın hemmesi şu 300 milyon atrofidagi Araplar hemmesi o nima emas. Dini alim emas. Dini alim bo'lish uchun Araplar yani berib shu maktabda o'qish kerak. Masalan biz Uyg'urcha yozilgan matematik, fizika, nurg'un kitoblar bor. Tarix nas kerak Uyg'urcha. Biz aşı kitapni o'qimay turib tarix bilimiz deyolmaymiz. Shu fanni o'qimay turib shu fanning egisi bo'lolmaymiz. Shunga o'xshash bu dinmi bir fan, bir ilm. Buni o'qimay turib arabcha bilganligi uchunla u o'zi bir olim hisoblanish u aslo mumkin emas. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biri arabning kitoblarini, arab yozib qo'ygan kitobni hammasi o'qish bir ayrim bir narsa. U o'qiganlik hisobga kirdi. Lekin uni bilib, uni bir yakun chiqarish, bu mandaq narsaga deyish u ayrim bir narsa. Bizniki diniy olimlarimizdagi yetersizlik aşı shu. Yamanca kitob o'qiydi. Birisi mush Madina turgan bir og'inimiz bir vaqtida "Sizlar meniki shu men tafsir kabirni o'qidim" dedi. Tafsir kabirchilik bir kitobni o'qimaganlar, u degan 24 qism kitob deb boshladi-da, yama yo'g'on kitob o'xshaydi u tafsir kabir degan ekan. Şunu ben bir sual koydum. Şunu sualga cevap vermeye yo'qolib ketdi. Demek bu yerdeki narsa nima desa, tamam tafsiri kabir olsun, nima bo'lsin, nurg'ulg'an tafsir, nurg'ulg'an olimlar yozgan kitob va hokazo o'qish bu bir narsa, bir ayrim bir narsa. Uningdan to'xtab turay, "Ma'u rost mandaq narsa ekan juma ma'u" deb uningdan bir yakun chiqarib, uningdan o'zi uningdan foydalanib va xalqqa mariya mandaq narsa juma deb uningga xalqqa mandaq to'g'ri yo'l ko'rsatadigan qarta bir narsani o'ttirib qo'ya olishi bu ayrim bir narsa. Misol hozir halol harom masalasi kelgan vaqtida nima halol, nima harom? Uning sababi nima? Shuning o'zini tek o'ttirib chiqarib olmoqlik. Saqal, burutni tek boshqa chiqib olmoq. Tarat masih qilsa qanday bo'ldi? Qilmasa qanday bo'ldi? Saqallik qancha, saqal yo'q qancha deb
Hazırgachilik şu tarat farz, taratni hal qılanmaqlık misal. Bundaq bir din olan dünyada. Nima uchun hal olmaydi degan vaqtda o'qib qo'ygan, uning o'zini xuloslamagan bir tarafdan, yana tarafdan o'qigan kitoblar yamanjiq. A kitob qarisi bilim deb turgan, ma kitob qarisi bilim deb turgan, A mazhab bishim deyotgan, ma mazhab bishim deyotgan. Shuning oxirisida o'zi hech qanday bir yo'lga tava emas, ardi qolgan bir inson bo'lib, shuning bilan bizga javob bergan vaqtida hem qasniki degan gapi bo'yicha javob bersam bo'ladi deb o'ltirlashadi. Bu hem de intayin ahmoqona bir o'qish hamdi. Shuning uchun biz davomli deb kelayotgan narsa nima bo'lsa, dinning asosi Qur'on. Qur'on bo'lgandan keyin hamma narsa Qur'oni Karimga tatbiqlash lozim. Zaten o rivoyat, o xalqning yozib qo'ygan kitoblarni Qur'onga tatbiqlab yurishning hojati yo'q. Uni tatbiqlab yurganning o'rniga Qur'onning o'zini bilib chiqarsa, boshqa masalalarni Qur'onga tatbiqlab o'rgana oladi vaqtida. Shuning bilan o'zi boshqa insonlarga Qur'on orqali javob bera oladigan, Qur'on orqali yo'l ko'rsata oladigan bundaq holat shakllandi. Endi uning o'zini arabcha o'qib qo'yib lekin uningdagi hamma narsani Arabiston turganda xiyol qilib, bizniki jiq ham hozir ma kelar qatimda men yozib qo'ygan, monopol qilingan tarix deb ashuni o'zini qilaydi deb. O tariximizda misol tarixni o'rgatdisi shu sahobalarniki, payg'ambar alayhissalomniki, o Arab sulolalarniki, şu qahramonlar olimlarniki tarjimasning o'zini tarixni o'rgatib shu millatning o'zini zeriktirib olgan gap. Özümüzün yok mu? Çünkü bilmeydi bu adamın özü. Uygur'un qancha özü nima devlet kurgan Uygur dese, Qaraqallığa verip toxtaydı, onu nerqisi demiş demeyse dese, o kapırlar onu biz itiraf kılmayımız dedi Allah'a. Bunda şerefsizler var da bizim aramızda. O kapır olsun, nim olsun, o bizim ecdatlarımız. O kapır vaxtda şundaq çoğun devletlerin imperiyanı kurgan bizim ecdatlarımız. Müslüman bolduk degenden keyin qilib qolgan kunimiz ma'u. Shuning uchun o tarix o'rgatishma ashunda hamma narsani arabnikini masalan monopol qilib olgandan keyin bolalarga bir narsani o'rgan desa, shu arabnikini o'rgandi, arabnikini so'zlaydi, keyin Abu Bakr, Umarni so'zlaydi, qahramonlarni qilish kelsa, bu nihoyat o'zi cho'ng bir xatolik. Shuning bu yerda bizniki davomli deb kelayotgan narsamiz nima desa, birinchi bo'lib har narsada o'zimiznikini o'rganishimiz lozim. O'zimiznikini bilishimiz lozim. Onun eşip qalsa başqa millatlarga o'rganish va boshqa millatlarnikini tadqiq qilish bu to'g'ri bir narsa. Ammo o'zingnikini bilmay turib boshqa millatlarniki eslash va o'zingnikini kichik ko'rib boshqalarnikini cho'ng ko'rish bu intayin cho'ng o'zi jinoyat hisoblandi. Millatni qaymoqtirish hisoblandi misol. Mana bu qatim anglayaptimi? Biz o'z Alloh nisb qilib mana Sham diyoriga keldik. Ulug' hamda shundaq ulug' bir yerken hem de o. Aşındaki yer gitmişler bizdeki qarindoshlarimiz Şamda turib atqanlar. O Şam bilan bu Londonning nima farqi bor? Şam bilan bizdeki Sharq Turkistonning nima farqi bor? Qashqar, Xotan, Urumchi, Kuchalning nima farqi bor misol? Hammasi Alloh taolo yaratgan bir yer o. Boshqa hech qanday ortiqchiligi yo'q uning. Hem aşağıya borganligi uchun u nima uchun ulug'ib qolgan o yer desa, Umayya sulalısıniki başkent aşağıda bo'lganligi uchun, Şamda bo'lganligi uchun aşağıya ulug' qilib ko'rsatgan rivoyatlarni to'qiyotgan. Shu rivoyatga asosan ular aşağıya ulug' deb turibdi-da. Aşağı uchun kurash qilibdimishlar. Ulug' bir yer uchun kurash qilibdimishlar-da. Bizniki vatanimizcha poq eqib turgan yermikan u? Biz shu vatanimizning o'zini ulug' vatan degan vaqtida, ulug' vatan ekanligini biz qalbimizga singdira olgan vaqtida o vatanni ozod qila olamiz. Nimda biz xalqniki vatanning o'zini biz ulug' deb tilimizni chaynab yurimiz misol? Shuning uchun biz har narsada milliy ruh, milliy kimlikka ahamiyat berishimiz lozim va milliy o'zi xosligimiz va milliy har xalqi milliy egdorchiligimizga doir narsalarga nihoyat ahamiyat berishimiz lozim. Ya'ni vatan degan vaqtda Arabning tuprog'ining o'zini ulug'laydigan bundaq ishlarni tashlab, o'zimizning vatani bor u yerda. Biz o'zimizning vatandan chiqib ketganligi uchun xor bir nimada yashayapmiz hozirgi vaqtda. Qancha unda kulib yashasaqmi yuragimiz kulmaydi bizniki. Shuning uchun bu yerda biz har narsada tilimiz olsun, madaniyatimiz, urf-odatimiz, tariximiz olsun, har narsada birinchi o'ringa o'zimiznikini qo'yishimiz lozim.
Unikini o özümüzünü bilip bolgandan keyin, ögünüp bolgandan keyin, özümüzniki ruhiga singdirip bolgandan keyin, başqa milletini ögünüp, andan keyin onun özü palan manda qıptike desek bolaverdi. Amma asla başqa milletniki özümüznikinden üstün boluşu asla mümkün emas. Allah razı olsun. Hatta tamam da Kur'an-ı Kerim Araplarning tilini saqlanib qolishiga bir sababchi bo'ldi deydi. Ama Türklerninki Türk tilini saqlab qolishiga sababchi bo'lgan narsa nima desa, Mehmet Qashqariyning yozgan Türk tillar divani. Hatta Arapça diye yazıldı onun için. He. Şunday ya? He. Araplar ügensin ma'no depçi. O çağda hakimiyet, memuri işler, nimeler Arap, Türk Türklercik nimede egallab ketkeşke her qaysi saat için şu imperiyada. Ondan keyin Araplar Türk tili öğrenishga, Uyg'ur tili öğrenishga mecbur bo'lganda, uni andan keyin bizning ota-bobolarimiz Mehmet Qashqari aynan yezib berganda Arabchada. Ajoyib ishlar. Ash nimadama Uyg'ur Sof shirkatining qurg'uvchisi Olim Hayatning bir gapi bor. Bir maqolasi bor hatto shu yerda o'sha o'zininki Uyg'ur tilini yaxshi ko'rgan qanchinchi ahmoq bo'ladi demda shundoq bir nimada nimasini ismga ololmadim. O maqolada shu Uyg'ur tilininki naqadar matematiklik bir til ekanligi. Bir söz, bir tüp sözden neçeligen sözlerini yasaklı bulduğu. Mesela Türk Arapçada neçti 28 mi de? Harfi. Harfi yalık nimisini türleydi o bir xil. Aşağı 28 mi aşağı? Türlünüşü. Türlünüş bir. Aş türlünüş nimisi var tüp sözün yasap o nime kılıdı o. Uygurçununki onundan mı köp türlünün şekline bağlı. 190 neçinin gibi ne kıldı. Hatta şöyle Excel'de işlep kıtken formulası tüzüpçü. İşte makalı var mı? Tep okusa hakikaten Uygur tilinin hazırki vaktimin da bir hornup kaldıgan bir tilemeskini düşündürüp de bugün til karta bir nime boğaçkı bunu sözde dep koyuşu doğru geldi. Çünkü biz üzümüzünkini kıymetini bilmesek, üzümüzün tilini bilmesek, o çağda horluğumuz değerli, horluk kıskılımızda. Neylan davası bugün yine başka kayıtıp koyduğun gap olmasa? Kayıtıp koyduğun gap, hürmetli qarindaşlar, dünyanın qarşı yerlerde yaşayotgan qarindaşlar. Hemmimiz özümüzni Uygur dep qaraymiz. Uygur boluş üçün Uygur tilini biliş, Uygur tilida sözleş ve evlatlarımıza Uygur tilini öğütüş nəhayət bək mühim. Şunun üçün biz ballarımızga hem özümüzni hiç kim özgertenmaydı. Ballarımızga şu Uygur tilini öğütüp sözleş arkalı ballarımızga öğütüş bu nəhayət bək mühim. Çünkü meniki Norvegiyadaki bir vakalikni neçə qitim dedim. Aş yaşlıq ballarım bəgə vaxtida öýde qastil sözleşler diye vaxtida şu ballarımız mıydı hazır Norveç ançmış til çıktı dep biraz gapni qıp qıptı menim qısam yaşlı işleyen foton deydi. Öýde siz özäňiz tilde sözleňler. Eger özü keyin balla çoňoga vaxtida vatnaly baga vaxtida uruk tuqqanlaryň qandaq öz alaqalyşydy. Onun üçün özüniki Uygurlugyny saklap geliş gerek. O ballaga biz yaşlyda olsun, mektepde olsun özü o Norveçini sudak öğütüp atymyz. Amma özäň tilini unutup kaldı. Onun üçün sizler öýde faqatly aş özäň tilde sözleňler. Ballaga tabii halda neme özäň tilde özü neme çıkydy dep başlady geldi-de. O gapmy täsir qilgan, amma men şu o çiň turuqlyk şunuň bilen özü bu balla hemmisi çet el tugulgan balla, hemmisi Uygurçyny şundak ýakşy bildi. Demek bu ýerdeki näse neme dese atan da mesele. Öýde faqatly Uygurça sözlep tutsak o balla öýde özü birisi sözleşke wagtma öýde Uygurça sözleýse dep öz kanuny bekitimiz. Balla öýde Uygurça sözlegendekin o avtomatik halda Uygurça til çıkydy o ballaga. Hem sırq çykkan wagtda özüniki dostlar bilen we kazalar bilen özü şu yerlik milletin tilde sözleşýäs o hiç ganak näse emas. Amma öýde aşnyňa ähmiýet berişimiz gerek. Ballarymyzga özümizniň medeniýetini, örp-adetimizni, tariximizni özümüzni Uygur tilde düşendirişimiz lazım.
Uniki bizning o'z tilga, madaniyatga, tarixga nihoyat boy bir millat ekanligimizni balalarimizga biz singdirgan vaqtda u balalar o'ziniki uyg'urib dunyoga kelganligiga faxrlandi misol. Boshqa millatlarniki o'z madaniyatini qabul qilmasam o'zining yetarlik madaniyatining borlig'ini his qiladi. Shuning bilan u balalar uyg'urlikni davomlashtirdi. Shuning uchun biz avlodlarimizga uyg'ur ruhini singdirish, uyg'urlikni singdirish, uyg'ur madaniyatini singdirish bu nihoyat muhim. Shunga ahamiyat bersak, bo'ladi biz shu programmada davomliq o'zimizniki milliy kimlikka akib to'xtamiz bu masalaning o'zini. Chunki din sohasida biz milliy kimligimizni qanday saqlab qolamiz degan nimada. Shuning uchun bu din hech bir zaman bir millatniki milliy kimligini yo'q qilishga o'rindigan bir narsa emas. Aksincha o'zi har millat o'zining milliy kimligi, tili bo'yicha o'zi so'zlash, milliy madaniyati bo'yicha yashash bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan bir prinsip. Buni xiyonat qilish Alloh taolaning oyatiga xiyonat qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudligimizga xiyonat qilgan bo'ldi, ajdodlarimizga xiyonat qilgan bo'ldi, millatimizga xiyonat qilgan bo'ldi. Shuning uchun biz bu xiyonat qilmasligimiz lozim. Qilmaslik uchun balalarimizga bu tilni yaxshi o'rgatishimiz lozim. Rahmat. Allah razı olsun. En mühim gap mesele dediler. Bunu dini asasıp eğitip öttüler. Şu til, şu bir ayet, bir Allah'ınki ayeti. Andavan iken biz özümüzün Uygur tilini saklap kaldık. Yani onu yuqatqanlıqның özü Allah'ın ayetini yok qılıp etkendek bir iş, günah ekenligini, xiyanat ekenligini aytip öttüler. Bunun üstügeni başka gap qilib bo'lmaydi. Allah razı olsun. Ayet yaxşı ders oldu. Rahmet. Hem de 2 saat tarix to'g'ri gap qildimi? Monopol qilingan tarix. Tamam. Monopol qilingan tarix degan dersimizde 90. Kur'an'dan nazar programınınki 90. dersi monopol qilingan tarix da görüşümüz inşallah. Rahmet sizlarga. Ahmetcan kardeşimizden Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bizga sorularni hazırlab berýärdi. Rahmet Ahmetcan. Mağılamsa Allah'a emanet. 90. kısımda görüşküçe aman bolunlar. Görüşkenden kimi aman olunlar. Allah'ın özü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.